Kvartiraga bitta baho berib qo'yasizlar, sababi juda ham zo'r, ko'pchilik yoqadigan kvartira. Kvartiramiz 7 etajli domda, 4-etajda, 5 xonali, 145 kvadrat, 2 ta sanuzel, 2 ta katta koridor, bitta oshxona hamda kichkinagina balkonchalari bor ekan. Nimaga katta? Sababi ikkita kvartirani bitta qilib qo'yilgan, puli bor akalarga zo'r variantimiz. Xo'p, qadrdonlar domidamiz, Farg'ona shaharida, mana qishloq qurilish bank bo'lgan oldin hozirgi kunda biznesni rivojlantirish bankni orqasida Zakiriti dvor ekan, eshik tagida охраналар turadi. Keyin har bitta odamga pul beriladi, shlagbaumda kirib chiqilinadi. Xo'p, mana yerda liftimiz juda ham katta. 4-etajda, 7 etajli domda 4-etaji, 145 kvadrat, aytganimizdek 5 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta koridor, 2 ta kvartirani bitta qilib qo'yilgan. Pastki raqamlar egalari telefon qilib baraka qilishlari mumkin. Parkovka uchun joylari bor. Mana yerda bemalol detskiy plashatka hamda kattalarga trenajyorli zali ham bor ekan. Mana yerda letni ovqat qilib, mana yerda mangal, angar, xullas hamma o'xshatdi ekan. Zeloniy zonasi bor. Dekoratsiyaga e'tibor berib pastki raqamlar egalari sizlarga telefon qilsalar ham baraka qilib yuboramiz. Farg'ona shahar markazidan so'ragan do'stingizga jo'natib berasiz.